Demak, dastlabki texnikamiz samosval gaz elgich 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Motor moy yemaydi, zadniy muz korobkalari yaxshi. Ishga tayyor holatda, hujjatlarda muammo yo'q, kuzov ramalari butun. Narxi $5200 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Toshkent viloyati. Ikkinchi texnikamiz esa samosval man sotiladi. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Probeg esa 280 ming. Ballonlar esa 100% yangi. Holati a'lo darajada. Ishga tayyor holatda, hujjatlar ham joyida. Demak, narxi $51 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval Isuzu sotiladi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobkalari yaxshi, ishga tayyor holatda. Korobka esa 5 talik. Hujjatlarda muammo yo'q deyishyapti. Narxi $23500 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Keyingi texnikamiz esa samosval gaz elgich 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, ishga tayyor, hujjatlari bor, motor korobka yaxshi. Demak, olasiz faqat menasiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Samarqand viloyati. Narxi 80 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Samosval KAMAZ sotiladi. 1981-yilda ishlab chiqarilgan. Hech qanday kamchiligi yo'q. Motor korobkalari yaxshi, kuzovlari ham, ramalari ham butun. Ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $13000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Farg'ona viloyati. Texnikamiz esa Euro KAMAZ 1985-yil. Metan gazlari bor, 400 talik ballonlari bor, motorlari yangi, korobkalari yangi, hadovoylari zo'r. Hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda. Manzil Surxondaryo viloyati. Narxi $20000 aytilishi kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval KAMAZ sotiladi. 1985-yil. Reduktor 49 lik, korobka, motorlari yaxshi, kuzovlari yaxshi, hech qanday muammosi yo'q. Narxi $8000 aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil Andijon viloyati. Navbatda esa samosval ZIL sotiladi. 1984-yil. Motor moy yemaydi, korobka, zadniy muzlari gepaytda, ikkalasida ham ovoz yo'q. Ballonlari 100% yangi. Kuzovlari mahkam yasalgan, uncha-muncha qiy joylarda ham bemalol ag'daradi. Silindrlar Mazniki. Narxi 90 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval ZIL sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Qayta jihozga hujjatlari bor. Dokumentida hech qanday muammosi yo'q. Kuzovlari chakman stilida deyishyapti. Ishga tayyor holatda. Manzil Jizzax viloyati. Narxi esa $14000 aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatda yana bir samosval ZIL 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Motorlari Ural motori, korobka, zadniy muzlari yaxshi, kuzov ramalari butun, hech qanday muammosi yo'q, ishga tayyor holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Toshkent viloyati. Narxi $7500 aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa ZIL 130 markadagi texnikamiz 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, motor korobkalari yaxshi, zadniy muzlari ham yaxshi, ishga tayyor holatda, metan gazlari bor. Manzil Samarqand viloyati. Narxi 65 million so'm aytilishi albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa samosval gaz elgich sotiladi. 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi, motor korobkalari yaxshi, ballonlar ham yaxshi holatda, kuzovlari ham yaxshi, hech qanday muammosi yo'q, hamma joytiga kafolat beramiz deyishyapti. Manzil Xorazm viloyati. Narxi esa 75 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir gaz elgich samosval texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Radnoy kraskada turibdi deyishyapti. Hamma joyi butun, bir qo'l minilgan mashina. Narxi albatta yana kamaytirib beriladi. 80 million so'm so'rayapmiz, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa Gazel Next sotiladi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, ammo 2024-yilda sotib olingan. 4-pokoleniya propan gazlari bor. Probeg esa
31 ming kilometr yurgan deyishyapti. Holati yaxshi. Variantga ham gaplashamiz deb ma'lumot qoldirishgan. Qo'shimchasiga pult monitorlar qo'yilgan. Narxi 30 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa yana bir Gazel sotiladi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan dubl kabina, motor korobkalar yaxshi, hadovoylar ham yaxshi. Metan gaz hamda benzinda harakat qiladi deyishyapti. Narxi 9 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatda esa yana bir Gazel sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan, motor korobkalari yaxshi, hadovoylar ham yaxshi, plita motor, 53 ramaga yig'ilgan, uzunligi 420. Narxi esa 90 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati. Qo'shimchasiga ushbu Gazelimiz faqat naqd pulga sotiladi. Navbatda esa yana bir Gazel sotiladi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan, 520lik 53 ramaga yig'ilgan deyishyapti. Metan gazlari bor, 2 ta 50 talik, bitta esa 100 talik ballonlari bor. Injektor motor, naqadu holatda, korobka most, hadovoylari zo'r holatda, ballonlar esa o'rtacha holatda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 130 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa Gazel Sensator sotiladi. 1986-yil, motor korobka zadniy mostlari yangi, bochkalari usilin nasos qilingan, gazga, ya'ni metan gazga ruxsatlari bor. Holat yaxshi, hech qanday xarajat yo'q deyishyapti. Narxi 10 ming dollar aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Jizzax viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Akalar albatta barcha texnikalarni egalarini, ya'ni ushbu texnikalarni egalarini telefon raqamlarini pastda yozib qo'yganmiz. Bemalol qolgan ma'lumotlarni va o'zingizga qiziq bo'lgan savollarni berib, barcha ma'lumotlarni texnikaning egalaridan olishingiz mumkin. Agar sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat, ushbu raqamlarda bizning Telegram ijtimoiy tarmog'imiz bor. Telegramdan bizga texnikangizni rasm va ma'lumotlarni yuborsangiz, albatta e'longa qo'yib sotishda yordam qilamiz. Hozircha esa xayrlashamiz. Salomat bo'ling.